Bugun sizlar bilan qanaqa qilib YouTube degan programma yozishni o'rganamiz. Hamma o'ylaydi ekan bu programma emas, bu o'zi asli значок. Bu ссылка. Mana birinchi internet brauzeriga kirib olamiz. Mana Microsoft Edge bugun bizda. Xohlasanglar Google Chrome'dan foydalansanglar ham bo'ladi. Yozamiz saytga. YouTube qisqaroq qilib yozdim. Mana YouTube'ga kiramiz. YouTube'ga kirganda sizlarda shu yerda mana joy chiqadi mana. Установить приложение mana. Sразу yo'qolib qoldi, ko'rdinglar mana. Mana. Shuni bitta bosamiz. Yozaymi deyapti. Hey, yoz onasini hamsin deb bosamiz ustiga. Keyin mana qanaqa qilinglar mana создать ярлык mana shu ptichkani bosib qo'ysanglar, sizlarga chiqib beradi. Qolgan настройкаlarni keyin sekin-sekin o'rganib olsanglar bo'ladi mana. Разрешить. Kutamiz ozgina. Maylimi deyapti. Maylini bosamiz. Da. Mana kutyapsizlar-ku mana. Mana YouTube. Bo'ldi, tamom, vassalom.